Assalomu alaykum qadrdonlar. Mana xudo xolasa bozorlarimiz. Bozorda birinchi kuni. Inshaalloh. Yaxshi boshlandi. Ajoyib emas endi. Bir kun, ikki kunda chiqib ketsa ham. Bozorda holatlari asta-sekinlik bilan ko'ramiz endi. Qanday holatda ekan. Xohlasa mana bugun bozorda birinchi kun. Inshaalloh. Bozorlarga hujum. Ko'ramiz endi qalay sotishyapti ekan bozorda. Xudo xohlasa. Biziklar hali qimirlamabdi shekilli ikkinchi mashina. Xudo xohlasa bozorlar yaxshi ichkarida olib chiqib sotishi. Kardeş burada da kazay. Çotki. Rengilari, ro'ylari. Ama burada 2 ton oluyorlar. Korodona. Uzumlar. Bu tost deydigan uzumda, buni shakarang, bunisi charoz. Bozor yaxshi shekilli. Biz doktorimiz tashqarida emas. Bozorlar shotki. Tetonda baliqlar keldi. O'zimizni baliqlarlar. Choyga. Yo'q, İstanbul'dan adayday qatnashdi va Toshkentda yo'q biz. City'de ikinci etajiga chiqib turibdi. Nadejdani orasidan kirib kelganda zapchasmagan, avtozapchas. Avtozapchasdan borganda stolova. Unga qarab ketgan. Ash baxtiyor bo'lar mana. Assalomu alaykum. Baxtiyor, nomering qaysi seni? Ha? Mana nomer jigar. Qani nomering? Yozimmi? Ha, yoz ashini. Mana Baxtiyordan. Mana. Bu Baxtiyor bo'lar. Assalomu alaykum. Hamma turdagi zapchaslar. Dahshat-ku, ha? Dahshati. Moskva Food City'ga kelinganda shu ikkinchi etajda zapchas magazin bor. Shu zapchas magazinga kirib aylanib hamma o'zining sohasidagini o'zining sohasiga yarasha narsalar ko'radi. Shunda Baxtiyorda magazinda shu Baxtiyor bo'ladi. Tojikistondan. Tojikiston va 5 video. Yaxshi bo'lalik. Hamma turdagi aksessuar narsalar bizni texnikalarga bor. Fura zapchaslarga. Svet deysizmi, oyna deysizmi, kurush deysizmi, vibratishga ham. Shogirdi bo'ladi. Zapchas orasidan chiqib kelganda o'rta qatorda oshxonalar shu chekkada. Har qanday oshxona bor. Pulov center. Bu yog'i biz Odnajdi va Toshkent, Marg'ilon ketaveradi shu yoqqa. Aqbol tog'a? Yo'q bo'ldi. Bo'lakamda. Hamma davlat oshxonasi bor-da. Kitayskiy kuxna, turkiyskiy dom. Kafe yalla. O'shlilar, kafe yalla.
Koni bodom, guli bodom, Tojikiston. Biz endi guli bodomga kiramiz. Bilyard klub ham bor bu yerda. Biz hamkasblar, sheriklar shu joyda ekan hozir. Sohib aka bilan. Mana o'da qolsa, bolaga bilan Sohib aka. Shu mana Koni bodom. Juda gavjum bilyard. Ovqatlanishlar tugatib, yana zapchast qatoridan qaytib kelamiz. Qonlar aylantirib. Sohbaga nimadirlarda tushuntiryapti bu bolaga. Juda ajoyibda. Hamma narsa bor tabiatda. Inshaalloh mana bozordan ham bo'shab, asta-sekinlik bilan chiqib ketyapman. Xudo xohlasa bozordagi rizqimiz ham tugadi. Shu reysga Xudo xohlasa. Asta-sekinlik bilan yaxshi oldi. Sekin-astalik bilan Xudo xohlasa yo'lga. Yo'q. Xudo xohlasa chiqishda shu kartani tiqaman. Shu bilan sekin chiqib ketaman yo'lga. İnşallah. Reklamım açıldı. Kartdan tiqdim. Reklamım açıldı. Kartaş. Bu yo'g'iga. Поехали. Utsitida oldi tarafi bu taraf. Hozir orqasi bilan chiqib, oldiga qarab chiqyapman. Endi bu joydan Kalojinskiy shassidan aylanib chiqib Mekatga qarab ketaman. Через Mekat. Bu taraf Utsitida oldi tarafi kirib ketish. Bu joyda Kalojinskiy shassi pastga qarab tushib ketiladi, to'g'riga. Men esa shu tunnelga qarab kiraman. Tunnelga kirib razvorot qilib chiqaman. Keyin yog'iga Mkatga chiqib ketaman. Mkat. Juda provka-yu. Oldingi safar kelishimda bu tarafdan kelganman. Kelishim provka emas, bu taraf provka edi. Yana xuddi shunday holat o'lyapti. Kirgan paytimda shunaqa holat yana. Mayli, sabr qilamiz, ozgina sabr qilsak, chiqib ketib olamiz inshaalloh. Xudo xohlasa. Chexovga qarab yetib ketmayman. M2. Hozir M2dan M4ga o'tib olaman. O'zi asli M4dan ketishim kerak edi, Tambovga borib yuk ortaman. Shakar ortaman Tambovdan. M4dan ketishim kerak edi. Mekatdan M4ga qarab borishimda juda provka ekan. Xudo ko'rsam katta provka ekan. Yurgim kelmadi. Provkadan ko'ra 18 kilometr raziyasi, 20 kilometr raziyasi qiladi. Bundan через M2 ketganim yaxshi. Mana holat, provka yo'q. M2 boraman, 108 dan M4ga tushaman, shu bilan Dakansa Tambovga qarab to'g'ri ketaman keyin. 108 Balabanova. Tarafga ketamiz. Balabanova bu tarafda yo'q. Men esa Воскресенье Kashira. Воскресенье Kashiraga ketaman-da endi. Воскресенье Kashira. Shu tarafga qarab ketaman. M4ga qarab M2dan. 108dan. 108dan borsam, probka yo'q ekan, korotchi bor. 108da ham mana chista. Bunaqa nima yo'q. Probka boshqa.
xohlasa zillab M4ga o'tib olamiz. M4dan shunday ketaman-da. Bir o'zim. Hech kim yo'q. Kashira, Rostov, Nadano. Ashaqa ketamiz-da mana. Sekin astalik bilan M4. Rostov, Nadano degan tarafga qarab. M4 doroga. Shu tarafga. Xolos. Asta sekinlik bilan. Bu yog'i Tambovda. Tambov qayerdasan deb. Voy chiqish dag'rada qur. Kashira 40 kilometr, Voronezh 403 kilometr, Rostov Nadano 998 kilometr. Поехали. Po 22. Kashira postdan o'tgandan keyin, sancha yurmasdan 4 kilometr yurgandan keyin shu joyda M4 platniga qarab yurmasdan M6ga qarab, Mikhailovkaga qarab yurdim. Tambovda yo'lida po 22 yo'l. Shu bilan ketaman endi. Tambov qayerdasan? M4 Mikhailovkaga ham yetib keldim. Mana. Endi bu joydan sekin astalik bilan Tambovga qarab harakatdaman-da. Inshaalloh. Bu akalar ham turibdi ekan. Ular prosta tak turishibdi xolos. Faqat nazorat olib bu mustdan aylanib chiqib chapga qarab ketsa, Ryazanga qarab ketadi. O'ngga ketsa, Tulaga ketadi. To'g'riga ketaman, Tambovga qarab. Xudo xohlasa M4 trassadan kelib M6 ga tushib Tambovga qarab yurganda, Tambovga bir 200 kilometr qolganda 45 minutlik atstoyga to'xtadim. 4,5 soat yurib 45 minut. Qaralga ham yo'q ekan. Benzin ham yo'q ekan bu zapravka. Bu yerda endi atstoyda 45 minutlik yo'lda bo'yda kutaman endi. Ujena ko'p. Bu joy dalaga kirib ketish joyi ekan. Dalaga kirib ketadigan joyda kengroq joy bor ekan, bemalol. To'xtab endi atstoyda qilib 45 minut dam olishdi. Shu bilan yuraman. Bu joydan suv oqib qoldi radiatordanmi desam, yo'q. Havo jicha gradus past. Havo jicha parlanyapti. Shuni hisobiga intergollardan suv isparina qiladi. Volvolarda shunday narsa. Endi Volvo minganlar biladi. Tambov Kirsanovdan shakar yuklagan ketman. Xohlasa shakar ortib ketaman. Shakar. Kirsanov shakar zavodi. Necha qoldi? Ozgina qoldi, kirib ketyapman. Zavodni oldiga kelib qolay dedim.